Allohdan xafa bo'lgan chumchuq. Daraxt shoxiga qo'ngan mitti chumchuq ma'yus holatda boshini egib o'tirardi. Oradan necha kunlar o'tsa-da, chumchuq sayramas, hatto yon atrofga ham qaramasdi. Farishtalar hayratda qolishdi va Allohdan so'rashdi: nega bu chumchuq jim bo'lib qoldi? Alloh uning qalbida nima yashiringanini faqat men bilaman deb javob berdi. Oshkor va maxfiy ishlarni bilib turguvchi zot Alloh taolo qalbingga nima ozor beryapti deb so'radi. Farishtalar ham chumchuqning javobini intizorlik ila kutishdi. Chumchuq titroq ovoz va mahzunlik bilan: mening bitta kichkina uyam bor edi. Charchasam, u yerga dam olish uchun qaytardim. Sovuq bo'lganda isinib olardim. Hech kimga ozor bermasdim. Bu keng dunyoga kichik bir uyim sig'madi. To'satdan bo'ron kelib uni vayron qildi. Men uysiz qoldim, dedi-yu boshqa gapira olmadi. Oraga jimlik cho'kdi. Farishtalar ham jim bo'lib Alloh taoloning javobini kutardilar. Shunda Alloh: ey chumchuq, sen mening qulim emasmisan? dedi. Ha, men sening qulingman, dedi chumchuq. Unda nega rahmatimdan norozisan? Taqdirimga taslim bo'lmaysan? deb marhamat qildi Alloh taolo. Shundan so'ng Alloh chumchuqning ini nega buzilganining hikmatini bildirdi. Sen uyangda dam olayotganingda ilon yemish qidirib sening iningga qarab ketayotgan edi. Shuning uchun seni xavfdan qutqarish uchun shamolga bo'ron qo'zg'ashni buyurdim. Uyang vayron bo'ldi, lekin hayoting saqlanib qolindi. Chumchuqning ko'zlaridan yosh oqdi. Allohning rahmatidan hayratda qolgan chumchuq: kechir Allohim, meni kechir Robbim, deya oldi faqat. Banda ko'pincha Alloh taoloning hikmatini anglab yetmaydi. Inson yo'qotgan narsa jazo emas, balki mukofot bo'lishi ham mumkin. Sinovlar yashirin rahmatdir. Allohning tanlovi biznikidan yaxshi va uning rahmati cheksiz hamda har bir narsani qamrab olgan. Allohim, bizni taqdiringga taslim bo'luvchi, ne'matlaringga shukr qiluvchi, hikmatlaringni tafakkur etadigan bandalaringdan qilgin. Taloq qilma. Bir kuni huzurimga bir yigit kelib dedi: ustoz, otam xotinimni taloq qilishimni talab qilyaptilar. Nima qilsam bo'ladi? Men dedim: bolam, xotining qanday? Senga yoqadimi? U dedi: xotinim juda yaxshi, diyonatli, mastura ayol. Ammo otam yoqtirmaydilar. Taloq qilishing lozim deyaptilar. Nima qilay? Men dedim: taloq qilma. U dedi: Sayyidimiz Umar roziyallohu anhu o'g'illariga xotinini taloq qilishni amr qilgan ekanlar-ku. Men dedim: bolam, sening otang Umar ibn Hattobmi? U dedi: yo'q. Men dedim: agar otang Umar ibn Hattob roziyallohu anhu bo'lganida taloq qilgan bo'lar eding. Ibrat shuki, Sayyidimiz Umar ibn Hattob roziyallohu anhu buyuk sahobiy, Roshid xalifalardan bo'lganlar. O'g'illariga xotinini taloq qilish diniy manfaat bo'lmaganida uni bunga buyurmas edilar. Agar sening otang Umarday odil, parhezkor va taqvodor bo'lsa taloq qilaver. Sa'd ibn Vaqqos roziyallohu anhu musulmon bo'lganlarida mushrik onalari: yo Muhammadga kofir bo'lasan, yoki o'lgunimcha ovqat yemayman, deb turib oldi. Shunda Sa'd: onajon, agar 100 ta joningiz bo'lsa-yu, ular bir-bir chiqib tursa-da, men Muhammadga kofir bo'lmayman. Xohlang yeng, xohlang yemang, degan edilar. Dinimiz ota-onaga yaxshilik qilishni ibodatga yaqin qo'ydi. Ammo bir haqiqatni bilishimiz lozim. Allohga ibodat qilish bir narsa, ota-onaga yaxshilik qilish boshqa narsa. Yaxshilik qilish degani Allohga osiy bo'ladigan o'rinda ham ularga itoat qil degani emas. Gohida yoshlar ota-onamni amrini bajarib,
xotinimni taloq qilsam, ota-onamga yaxshilik qilgan bo'laman deb o'ylashadi. Hech qachon. Bu din ahkomlarini noto'g'ri tushunishdir. Agar ota-onang sendan taom, ichimlik, dori-darmon, kiyim, uy, xona talab qilsalar marhamat, yaxshilik ana shu yerda. Ammo soliha, diyonatli, mastura kelinlarini o'zlariga yoqmaganligi uchun taloq qilishni talab qilsalar, ularga itoat qilinmaydi. Bu yo'lda ularda g'azab qilish va norozi bo'lish haqqi yo'q. Ammo ularga yaxshi muomalada bo'laveramiz. Muhammad Rotib Nabulsiy hafizahulloh. Allohning rahmi mo'jizasi. Duo qilgan mushuk. Bir dugonam aytib bergandi. Qo'shnisini onasi betob bo'lib shifoxonaga tushib qolibdi. Shifokorlar onaxonga qo'llaridan kelgan birinchi tibbiy ko'makni berishibdi. Ammo onaning dardi yengillashish o'rniga og'irlashib ketibdi. Kunlarning birida shifokor bemorning ahvoli yomonlashgani haqidagi xabarni bemor farzandiga yetkazishni shifoxona xodimlariga buyuribdi. Shifoxonadan o'g'liga telefon orqali xabar yetkazilibdi. Shunda farzand shoshgan holatda shifoxonaga onasining huzuriga otlanibdi. Aksiga olib avtoulovining yoqilg'isi kam ekani, manzilgacha yetib bormasligini bilgan farzand yoqilg'i olish uchun yoqilg'i quyish shoxobchasiga kiribdi. Shu payt bir chetda mushuk bolalagani, hali hatto bolachalari yura olmayotganiga ko'zi tushib, shoxobcha xodimidan "Bu kimning mushuklari?" deb so'rabdi. Xodim "Egasi yo'q" deya javob qilibdi. Shunda bola xayol qilib, egasi bo'lmasa, mushukni bir necha bolasi hali yura olmasa, qanday ovqatlanadi deb, yonidagi do'kondan konserva sotib olib, uni ochib mushuk bolalarga taqdim qilibdi va shoshilib turgani bois shifoxonaga tezda ravona bo'libdi. Borib onasi yotgan jonlantirish xonasiga kirsa, onasi joyida yo'q edi. Farzand biroz o'yga cho'mdi. Kech qoldim deb o'zini koyiy boshladi. Shu payt hamshira o'tib qoldi. Sarosimaga tushgan farzand, "Kechirasiz, shu xonada onam bemor holda og'ir yotgandilar", deb iymanib so'radi. Hamshira ona biroz yaxshi bo'lganligi uchun boshqa xonaga olinganligini aytib, xonani ko'rsatdi. Farzand xonaga kirib onaizorini ancha tetiklashib, bemalol yotgan holida ko'rdi va xursandchiligi ichiga sig'may, "Assalomu alaykum onajon. Alloh sizga shifo bersin. Nima mo'jiza ro'y berdi?" deb so'radi. Ona, "Bolam, ahvolim juda og'ir, hushsiz bir ahvolda yotgan edim. Birdaniga bir mushuk va bolachalari paydo bo'lib, qo'llarini ko'tarib Alloh taologa shifo so'rab duo qila boshladilar. Shunda birdaniga o'zimda darmon va quvvatni his qildim. Ahvolimni tekshiruvdan o'tkazgan shifokorlar ham ko'zlariga ishonmay, hayron qolishdi va meni oddiy xonaga o'tkazishdi", deb javob berdi. Ajabo, buyuk Allohning karami kengdir. Rahmatining chek-chegarasi yo'q. O'zi xohlasa bir daf'ada balolarni ko'taradi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bemorlaringizni sadaqa berib davolanglar deb marhamat qilganlar. Bir jonzotga rahm qilinganga berilgan sadaqa mukofoti shudir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yarimta xurmo berib bo'lsa ham olovdan saqlaninglar deb bizlarga mehribonchilik ko'rsatganlar. Yaxshiliklarimizni bir-birimizdan dariq tutmaylik. Hech kim ko'rmaydigan joy. Bir olim o'z shogirdlarini mehr berib o'qitibdi. Ularga tarbiya beribdi. Shogirdlari bir necha yillar davomida o'nlab kitoblarni o'qib ustozga topshiribdi. Ularning o'qish muddati tugaganidan so'ng ustoz shogirdlarini imtihon qilib, imtihondan o'tganini o'zining o'rniga qo'yib ketmoqchi bo'libdi. Chunki ustozning yoshi ancha joyga borib qolgan ekan. Bir kuni shogirdlarini chaqiribdi. Ularning qo'liga bittadan pichoq va bittadan qush berib, "Qo'lingizdagi qushni hech kim ko'rmaydigan joyda so'yib kelinglar",
deb buyuribdi. Bitta shogirdidan boshqa barchasi qushlarini so'yib, tushga yaqin qaytib kelishibdi. Ustoz so'rabdi: "Xo'sh, hech kim ko'rmaydigan joyda qushlarni so'ydingizmi?" Shogirdlar birin-ketin javob berishibdi: "Men qushimni ko'prik tagida so'ydim. Men esa tashlandiq bir uyga olib borib so'ydim. Hech kim yo'q ekan. O'rmon ichiga bordim. Katta daraxt orqasiga o'tib so'ydim. Hech kim ko'rmadi." Kechga yaqin haligi shogird bir qo'lida pichoq, birida tirik qushni ko'tarib kelibdi. U qushini so'ymagan ekan. Ustozi so'rabdi: "Nega shuncha vaqt yursang ham qushni so'ymading?" Ustoz: "Men hech kim ko'rmaydigan joyni topa olmadim. Chunki qayerga borsam ham Alloh ko'rib turganini his qildim", deb javob beribdi. Ustoz bir muddat sukut saqlab, boshini quyi solib o'tiribdi. So'ng shogirdlariga qarata: "Sizlardan mana shuni talab qilgan edim. Bu dunyoda hech kim ko'rmaydigan joy yo'q. Endi mana bu yigit mendan so'ng sizlarga va boshqalarga ustozlik qiladi", debdi. Qayerda bo'lsak ham hech kim ko'rmaydi deya nojo'ya ishlarni qilishga odatlanib qolmaylik. Alloh taolo oldida hisob-kitob qilinishimizni unutmaylik. Robbimizdan ana shu ishga tavfiq so'raymiz. Fazilatli amallar kitobidan. 20-asr boshlarida bir shotland fermer uyga qaytib kelayotgan edi. U botqoq yonidan o'tarkan, to'satdan yordam so'ragan qichqiriqni eshitdi. Fermer ovoz tomonga yugurdi va botqoqqa botib, chiqib ketishga urinayotgan bir bolani ko'rdi. U tezda qalin shoxni kesib oldi. Ehtiyotkorlik bilan yaqinlashdi va cho'kayotgan bolaga shoxni uzatdi. Bola chiqib olgach, uzoq vaqt ko'z yoshlarini to'xtata olmadi. Uning butun vujudi titrab turardi. "Yur, uyimga boraylik", dedi fermer. "Sen tinchlanib, isinib olishing kerak." "Yo'q", bola bosh chayqadi. "Meni otam kutib turibdi. U ehtimol juda xavotirga tushgandir." Qutqaruvchisiga minnatdorchilik bildirgan bola yugurib ketdi. Ertalab esa fermerning uyi oldiga zotli tulporlar qo'shilgan arava kelib to'xtadi. Aravadan qimmatbaho kiyingan bir janob tushdi va so'radi: "Kecha o'g'limning hayotini siz qutqarganmidingiz?" "Ha, men", deb javob berdi fermer. "Men sizdan qancha qarzdorman?" "Meni xafa qilmang, janob. Siz mendan hech narsa qarz emassiz. Men oddiy inson qanday yo'l tutsa shunday yo'l tutdim xolos." "Yo'q, bunga shunchaki ko'z yumolmayman. Chunki o'g'lim men uchun juda aziz. Istagan mablag'ingizni ayting", deb turib oldi mehmon. "Men bu mavzuda boshqa gaplashishni istamayman." "Xayr", dedi fermer va burilib ketmoqchi bo'ldi. Shu payt ayvonga uning kichik o'g'li yugurib chiqdi. "Bu sizning o'g'lingizmi?" deb so'radi mehmon. "Ha", deb g'urur bilan javob berdi fermer, bolaning boshini silab. "Keling, shunday qilaylik. O'g'lingizni o'zim bilan Londonga olib ketaman va uning ta'limini to'liq to'lab beraman. Agar u otasidek oliyjanob bo'lsa, bu qarordan na siz va na men afsuslanamiz." Oradan bir necha yil o'tdi. Fermerning o'g'li maktabni, so'ng tibbiyot universitetini tamomladi. Ko'p o'tmay uning nomi butun dunyoga pensilin kashf etgan inson sifatida mashhur bo'ldi. Uning ismi Alexander Fleming edi. Urush arafasida London klinikalaridan biriga o'sha janobning o'g'li og'ir pnevmoniya bilan yotqizildi. Uning hayotini bu gal nima saqlab qolishga sabab bo'ldi deb o'ylaysiz? Ha, aynan Alexander Fleming kashf etgan pensilin. Flemingga ta'lim berilishini ta'minlagan janobning ismi Randolph Churchill bo'lib, uning o'g'li keyinchalik Angliya bosh vaziri bo'lgan Winston Churchill edi. Ehtimol Winston Churchill shunday deganida aynan shu voqealarni eslagan bo'lsa kerak. Sen qilgan yaxshilik albatta o'zingga qaytib keladi.
Sarvar Rahimiy sahifasidan olindi. Bir kuni chumoli bo'lib, siz nega kasalxonada yotibsiz deysizmi? Doktorlar oshqozoning zaharlangan deyishdi. Nega? Qanday qilib? Hayronman. Ochig'ini aytganda, men tabiatan ziyofatlardan qochib, nafsiga qanoat qilib yuradiganlardanman. O'sha kuni bor yo'g'i bir bo'lak qotgan non yegan edim. Balki o'sha giyohi behishni qidiraman deb bo'lak o'tni yeganimdan shu ko'yga tushgandirman. Giyohi behishni eshitmaganman dedingizmi? Men ham ilgari eshitmagan edim. Qishlog'imizda siz-u biz bilmagan giyohlar ko'p. Har gal qishloqqa borganimda qishloq boshidagi Dovulqo'rg'onni ziyorat qilib qaytaman. U yerda chashmalar ko'p. Suv yorug'lik deydilar. Shuning uchunmi u yerda negadir ruhim yayrab ketadi. Bir kuni shu tomonga ketayotgan edim. Yo'lni kalta qilish maqsadida qabriston yaqinidan o'ta boshladim. Atrofini o't-o'lan bosib ketgan eski qabrlar o'yilib, cho'kib qolgan, yangidan do'ppayganlari ham ko'zga xunuk ko'rinadi. Qabristonga o'tishdan avval so'qmoq pastida shundaygina yo'l yoqasida chuldirab turgan chuqur chashmaga tushdim. Chashmaning suvi oz bo'lsa ham bir parcha yerni ko'kazak qilib turardi. Hovuchimga suv olib ichdim. Rohatlanib bosh ko'tardim-u, buloq chekkasida bo'yi bir qarich keladigan giyohga ko'zim tushdi. Shu bo'lsa kerak degan xayol bilan uzib olgancha do'nglikka ko'tarildim. Qabriston yonboshida bahorda ko'karib, endi quvrab qolgan chimzor ko'rindi. Men shu yerdan o'tarkanman, buta yonida chumolilar qatnovini ko'rdim. Yo'lovchi chumolilar shu qadar ko'p ediki, ularni elektron mashina ham sanab ulgurmasa kerak deb o'ylaysiz. Shu xayol bilan qo'limdagi giyohni og'zimga soldim-u, birdan qulog'im shang'illab ketdi. Miyamga qon urildi, gandiraklab ketdim. Chumolilar o'tayotgan yo'l yonida cho'kkalab o'tirib qolgach o'zimga keldim. Ammo qizig'i shundaki, qulog'imga turli-tuman muloyim, ingichka ohang tovushlar eshitila boshladi. Bu tovushlar xuddi buzuq telefon dastasidan ulanib qolgan begona kishilar suhbatini eslatardi. Men avvaliga nima bo'lyapti o'zi deb atrofga alangladim, ammo hech kimni ko'rmadim. Shundan so'ng bu chinqillab so'zlashayotganlar chumolilar ekanini payqadim. Ularni xuddi tushda ko'rayotganday edim. Chumolilar bir-birlariga "Horma, bor bo'l, quvonching ko'paysin, senga ham shuni tilayman" qabilida murojaat qilib o'tishardi. Ularning o'ng tomonga ketayotganlari don-dun, qiltiq xas tashib borishardi. Qarama-qarshi tomondan kelayotgani esa aftidan yuklarini qo'yishib, yana ishga, ozuqa tashishga ketishardi. Men g'ujg'on bo'lib o'tayotgan bu mitti jonivorlarning yukli, beyuklari bir-birlariga xalaqit bermay, ya'ni ko'cha qoidalarini buzmay o'tayotganlarga qoyil qolib ketdim. Bu qatnov yo'lda birorta betartib, bo'lak yo'l solib ketayotgan qonunbuzar mutlaqo ko'rinmasdi. Ayniqsa, yukdan bo'shagan og'izchalarini yengilgina silkitib, salom berib o'tayotgan yosh chumolilarni ayting. Xullas, bu tartib qoidani ko'rib beixtiyor qoyil deb yubordim. Nimasiga qoyilsan ey odamzod, degan tovush eshitildi yaqinimdan. Men bundan shoshib qoldim. Ko'z qirim bilan asta-sekin tovush egasini izlay boshladim. Mana, men bu yerda, oyog'ing oldidaman. Hushyor bo'l, tag'in ezib qo'ymagin, dedi yana o'sha tovush egasi. Ana shundan so'ng men og'zidan yukini qo'yib turgan sariq chumolini ko'rdim. Bilaman, sen chumoli tilini tushunib qolganingga hayron qolayotirsan, dedi chumoli. Buning sababi shuki, sen buloq bo'yida o'sgan giyohi behishdan yegansan. Boya buloq bo'yiga borgan qavmlarimdan biri yeyayotganingni ko'rgan ekan. Endi sen to quyosh botgunicha tilimizga tushunib, biz bilan so'zlashish quvvatiga egasan. Xo'sh, qani, sen javob berchi, nega o'z-o'zingdan qoyil deb yubording?
Men haliyam chumolining gapiga tushunishdek mo'jizaga aqlim bovar qilmaganimdan tilim lol edi. Nihoyat tupugimni yutib javob qildim. Nega qoyil qolmay, shunday tig'iz yo'lda, buning ustiga qarama-qarshi qatnov bo'la turib, birorta ham chumoli to'qnashib ketmayapti. Gapingga tushundim, dedi chumoli. Sen chumoli yo'lini odamzod yo'li bilan taqqoslayapsan-da. Odamzod keng yo'lda, ko'cha harakatlari belgili, qoidali bo'lishiga qaramay, bir-biri bilan baribir to'qnashib yuradi. Shundaymi? Sen buni qayerdan bilasan? Dedim og'zim ochilib. Nega bilmayman? Sen ko'rib turgan bu chumolilar oddiy emas. Biz aslo odamzod qavmidanmiz. Shunaqa degin, dedim men uni kalaka qilmoqchi bo'lib. Qani, mundayroq tushuntirib berchi. Chumoli yonidan yuk tashib o'tayotgan oriqqina chumolini to'xtatdi. Hurmatli boshliq, dedi boshchasini qimirlatib. Menga quyosh botguncha ruxsat bering. Odamzodga ul-bul narsani tushuntirsam. Oriq chumoli javob qildi. Senga ijozat donishmand. Chumoli boshliq shunday dedi-yu yo'lida davom etdi. Men chumolilar boshlig'ini har qalay juda o'zimizdagi singari hashamatli xonada yumshoq kresloda o'tirishini tasavvur qilmagan bo'lsam-da, har qalay biror uya omborning chekkasida o'tirib, qatnovni, keldi-ketdilarni hisobga olsa kerak deb o'ylagan edim. Ajabki, ularda boshliq fuqarosi bilan teppa-teng ishlar ekan. Boshliq chumoli ko'zdan g'oyib bo'lgach, ishchi chumoli yana tilga kirdi. Ey odamzod, bilasanmi, sen menga tovush chiqarib gapirib o'tirma. Yaxshisi xayol sur. Xayolingdan nimalar o'tganini men anglab turaman. Faqat buning uchun oyog'ingga sal tegib tursam bas, dedi chumoli. Mayli, dedim men. So'ng tizzamni quchoqlagancha uzuq yo'liq xotiralarni eslay boshladim. Bolalik xotiralarda eslagudek voqealar juda ko'p. Ammo shunday voqealar borki, ular xayol ko'zgusida xuddi g'ilofga solingan kino tasmadek tayyor turadi. Istalgan daqiqada ular xayol ekranida lip-lip etib, qayta jonlanadi. Balki payti kelib, ko'ngil ekranidagi bu tasvirlarni yozib oladigan magnit tasmasi o'ylab topilar. Men shuni xayol qila turib, beixtiyor bolalik xotiralari yozilgan xotira tasmasini tomosha qila boshladim. Ana, paxsadan qilingan 2 xonali uy, dahliz va oromgoh. Haligacha ham o'sha uy men ko'rgan barcha uylardan issiq, shinam, keng, go'zal tuyula boshladi. O'sha 2 xonali uyda 8 jon yashasak-da, kengi mo'ldak tuyulardi. Oradan yillar o'tib, men 6 kishilik oilam bilan 3 xonalik, issiq-sovuq suv, qulay hojatxonasi bor uyga arang sig'ishimizni o'ylab hayron bo'laman. Buning sababini ko'p o'ylayman. Ichim siqiladi. Balki bu jumboqni menga chumoli yechib berar. Sen yerdan ajrab qolyapsan, deydi chumoli noxosdan. Yer taftini his qilib turmagan har qanday tirik jonga osmonu falak hamtorlik qiladi. To'g'ri aytding chumoli, deyman ichimda. Kecha qizim uyimizning qaysi bir xonasi devorlariga qalam chizgilar qilganiga xotinim ozmuncha urishdimi? Men ham xuddi shu yoshda, 6 yoshimda uyimiz devoriga akalarim o'rgatgan ismimni pichoq bilan o'yib yozmagan edimmi? Buni bexosdan onam ko'rib qolib, bolam, devorning ham joni bor. Uni pichoq bilan tilsang joni og'riydi, demaganmidi? Hozir ham bag'ri tirnalgan devor yoki toshni ko'rib qolsam yuragim uvushib ketadi. Men bolalarimda ham rahm shafqat tuyg'usi tug'ilishini juda xohlayman. Axir ezgu tuyg'ular o'z-o'zidan paydo bo'lavermaydi. Ular inson qalbida g'aflat uyqusida yotgan bo'lsa uyg'otish, mavjud bo'lmasa yaratish lozim emasmi, deb o'ylayman. Meni kechalar ko'proq mana shu muammolar bezovta qiladi. Ayniqsa yerga, tabiatga muhabbat tuyg'usi bo'lmagan inson har qanday jinoyatga qodir ekanligini o'ylayman. Ko'p o'ksinma, deb fikrimni bo'ldi chumoli.
Sen chumoliga aylanganingda faqat tabiatni dilingga jo aylab yashaysan. Yaxshisi menga aytchi, seni nimalar tashvishga soladi? Shular haqida gapirgin. Chunki vaqtimiz ziq. Ana qara, quyosh botishiga oz qoldi. Nima desam ekan senga? Agar tilla baliqdek, sen ham tilagingni deganingda boshqa gap edi. Tashvish hasratimni birovga aytishga o'rganmaganman. Shuning uchun do'stu dushmanlarim meni bu ichidan pishgan juda pismiq deyishadi. Balki ular haqdir. Lekin men bir donishmand aytgan gapga amal qilaman. U shunday degan: g'am u hasratingni o'zingga qoldir. Shodligingni do'stlaring bilan baham ko'r. Nafratingni dushmanlaringga asra. Lekin meni boshqa bir tuyg'u bois yuragim qo'rqoq, titraydigan bo'lib qolgan. Meni mana shu ko'p tashvishga soladi. Ko'rinishingdan hech ham qo'rqoqqa o'xshamaysan-ku, dedi chumoli. Ko'nglingda ham qo'rquv sezmadim. Yo'q, bu gaping noto'g'ri, dedim men. Yaqinda tanishlardan biri menga sen qo'rqoqsan deb aytdi. U buni mushlashish bahonasida aytdi. Men o'zimning qo'rqoq emasligimni isbotlash uchun u bilan mushlashdim. O'sha kech uyga xursand bo'lib qaytar ekanman. Birdan ahmoqona ish qilib qo'yganimni angladim. Axir aslini olganda men yuragimda ancha-muncha qo'rquv sezaman. Uyim ko'cha boshida, avtomashinalar tinimsiz o'tib turadi. Bolalarim ko'chaga chiqib o'ynashsa, har safar ulardan xabar olaman. Ularning mashina yo'liga chiqib ketishidan qo'rqaman. Uyimizga issiq sovuq suv, gaz va yana allaqanday quvurlar o'tkazilgan. O'tgan yozda ana shu quvur qudug'iga eridan endigina ajralgan yoshgina bir juvonning yakkayu yagona o'g'li tushib ketib o'ldi. Uning faryodini eshitganimdan beri mening ham yuragimda qo'rquv paydo bo'lgan. Xotinim dam qisma degan dardga giriftor bo'lgan. U to 5-qavatdagi xonamizga har chiqqanida nafas qaytib juda qiynaladi. Men safarga ketsam, uyda qolgan xotinimu 4 ta norasida go'dakni o'ylab qo'rqib turaman. Ba'zan xotinim televizorni ko'rib vahima qiladi. Dunyoda oziq-ovqatdan ham ko'ra o'q-dori ko'p ekan, deydi. Uning vahimasi meni yana tashvishga soladi. Axir unga ortiqcha hayajonlanish mumkin emas. Nafas qisadi-da. Ehtimol ko'nglimdagi bunday qo'rquv tuyg'usini sen chumoli ko'rmayotgandirsan. U allaqachon ko'nglimda emas, qonimga singib ketgan. Bu qo'rquvlar oldida mushlashish masalasi nima degan gap axir? Yana nima dey senga chumoli? Ana, quyosh ham botib qoldi. Vaqtimiz ham tugab qoldi. Chumoli mening gaplarimni eshitib bo'lgach shunday dedi. Bu qo'rquvning chorasini bilmadim odamzod. Balki buni chumolilar majlisida ko'rib chiqarmiz. Agar javob topsam, albatta senga yetkazaman. Xayr, ana, quyosh botib ketdi. Xayr. U shunday dedi-yu, ko'z oldimdan g'oyib bo'ldi. Ana shundan beri chumolini uchratganim yo'q. Har gal qishloqqa borsam, albatta qabriston yo'liga o'taman. U yerdan o'rmalab ketayotgan har bir chumoliga diqqat bilan tikilaman. Tiriklik g'amida yurgan har bir chumolini bu o'sha tanish chumoli emasmikan deb o'ylayman. Mana necha yoz o'tdi, undan esa darak yo'q. Lekin uni umid bilan kutganim ham yo'q. Negaki bir kunmas bir kun men ham chumoli bo'lib uning oldiga jo'nayman. Tuya va eshak. Qadim zamonda bir sarbon bo'lgan ekan. Ko'p yurtlarga boribdi. Ko'p aziyat chekibdi. Yoshini yashab, oshini oshab, vaqt qazosi yetganini sezibdi. Bola chaqalari, qarindosh urug'lari bilan rozi-rizolik tilashibdi. Mendan rozimisizlar, debdi. Mingdan ming rozimiz, deyishibdi. Nogahon yana bir qadrdoni sarbonning esiga tushibdi. 40 yil xizmatini qilgan tuyasi bor ekan. Shu bilan ham vidolashadigan bo'pti. Vaqti kelsa,
Keragidan ortiq yuk ortdim. Vaqti kelsa suvsiz qolding, och qolding. Mendan rozimisan? Deb so'rabdi tuyadan. Roziman, debdi tuya. To'g'ri, yuk ham ortding, suvsiz ham qoldirding. Nimaiki qilsang, karvon manzilga bexatar yetsin deb qilding. Ammo bir marta sendan qattiq dilim og'rigan. Bir gal mening jilovimni eshakning dumiga bog'lab qo'ygansan. O'shanda eshak tuproq changitgani yetmagandek bir ikki marta tumshug'imga tepdi. Sen bo'lsa kulib tomosha qilding. Qariya jimib qoldi, tag'in siniq jilmaydi. Yaxshi sarbon yuk ortadigan tuyasini eshakka teptirib qo'ymaydi. Oyatal kursiyni o'qigan qiz. Angliyaning Manchester shahri shimoliy sharqida joylashgan Rochdale shaharchasi milliy gazetasida bir xabar paydo bo'ldi. O'tgan oqshomda baland binolar orasidagi qorong'u tor ko'chada ikki ayolning nomusiga tegishdi. Taxminan shu vaqtning o'zida yoshgina bir qiz, muslima qiz uyiga kollejdan qaytayotgan edi. Kech bo'lib ketganligini yaxshi anglagan holda u uyiga tezroq qaytish uchun tez-tez qadam tashlab borardi. Onasining qanchalik qattiq xavotir olishini tasavvur qilib yo'lda shoshardi. Yarim yo'lga yetganda qiz bir qiyin tanlovga duch keldi. Masofani qisqartirish uchun tor, qorong'u joydan kesib chiqish yoki yorug' va xavfsiz bo'lgan uzunroq yo'lni tanlash. Kechikayotgani uchun onasining xavotir olishini ko'z oldiga keltirgan qiz qisqa yo'lni tanladi. Yo'lda yurib borarkan, uzoqdan u tomon kelayotgan bir kishining qo'rqinchli, qop-qora siymosini ko'rdi. Qiz qadamini tezlatdi va Allohdan asrashini so'rab, ichida oyatal kursiyni o'qiy boshladi. Erkak ko'zlarini olaytirgancha unga yaqinlashib kelardi va nimadir bo'ldi-yu, qizning yonginasidan o'tib ketdi. Qiz uyga yetib olgach bo'lgan voqeani ota-onasiga aytib berdi. Ertasi kuni gazetadagi nomusiga tegilgan ayollar haqidagi mudhish xabarni o'qigach, ota-onasi qizga politsiyaga borib, qorong'ida ko'rgan odam haqida aytib berishini so'rashibdi. Qiz politsiyaga borganida undan barcha tafsilotlarni so'rab, notanishning tashqi ko'rinishi haqida ma'lumotlarni olishibdi. Bir necha kundan so'ng qizni politsiyaga chaqiribdilar. Uning qarshisida bir qancha erkaklar tizilib turardi va ularning ichidan o'sha qorong'u ko'chada ko'rganini tanlashi lozim edi. Taajjubki, muslima qiz ham, nomusiga tegilgan ayollar ham bir odamga ishora qilibdilar. Politsiya xodimlari tushunolmay sarosimada qoldilar va zo'ravonga savol beribdilar. Sen nega anavi ikki ayolga tashlanding-ku? Mana bu bittagina qizga teginmading? Muslima qiz haqida tushuntirish berganida zo'ravon shunday debdi. Qanday qilib men u qizga tashlanishim kerak? Axir uning ikki yonida bahaybat ikki erkak bor edi. Muslimaning yonida paydo bo'lgan ikki erkak kim edi degan savol tug'iladi. Bu Alloh taoloning qizni himoya qilganidir. Chunki qiz o'zini Allohning panohiga to'liq topshirib, oyatal kursiyni o'qib borardi. Aka-uka, ibratli rivoyat. Aka-ukalar oilaviy fermada ishlashardi. Kattasi oilali bo'lib, ko'p farzandlari bor. Ikkinchisi esa hali bo'ydoq edi. Har kun oxirida aka-uka topgan foydani teng ikkiga bo'lishardi. Bir kuni uylanmagan uka o'ziga o'zi shunday debdi. Foydani teng taqsimlayotganimiz insofdan emas. Akamning bola chaqasi bor. Chiqimlari ham shunga yarasha. Men bir o'zim bo'lsam, shunga yarasha mening ehtiyojim ham u qadar katta bo'lmasa, deb o'ylab turib, tunda o'z omboridan bir qop bug'doyni olib, sekingina akaning omboriga to'kib keldi. Keyin u shunga odatlandi. Har tun o'z bug'doyidan olib borib, akaning omboriga to'kib keladigan bo'ldi. Aka esa o'zicha mushohada yuritardi. Foydani teng bo'lishimiz to'g'ri bo'lmayapti.
Mening oilam, xotinim va bolalarim bor. Ular qariganimda men haqimda qayg'urishadi. Ukam esa yolg'iz. Kelajakda kim u haqida o'ylaydi? Shularni o'ylab turib, aka har tun o'z omboridan bug'doy olib, ukasinikiga to'kib ketishni odat qildi. Yillar o'tgani sayin aka-uka omborlaridagi bug'doy sirayam kamaymayotganidan hayratlanishardi. Bir kuni tunda ular omborda o'zaro to'qnash kelib qolib hammasini tushunishibdi. Aka-uka qoplarini tashlab bir-birlarini quchib olishibdi. Ibrat uchun 3 kishi tosh tashiyotgan edi. Ularning biridan so'rashdi: "Umuman olganda, bu yerda nima qilyapsan?" U peshonasidagi terni artib tashladi-da javob berdi: "Mana shu mehnatim tufayli qaddim bukilib, og'ir kunlarga qolib ketdim." Ikkinchisining oldiga borib undan so'rashdi: "Sen nima qilyapsan?" U yenglarini shimardi-da, tumshug'ini ko'tarib, g'urur ila javob berdi: "Pul ishlayapman. Bu yerda boshqa nima ham qilardim." Keyin 3-kishidan so'radilar: "Sen nima ish qilyapsan?" U jilmaydi-da javob berdi: "Ibodatxona quryapman." Qissadan hissa, qachonki o'z oldingga oliy maqsad qo'yarkansan, har qanday vaziyatda ham yashayotgan umringda ma'no bo'ladi. Luqmon Hakim zanjiqul edi. Bir odam uni xizmatkorlikka sotib oldi. Luqmon bir qancha vaqt hojasiga xizmat qilib yurdi. Hojasi bir kuni uning oqilligini sinab ko'rish uchun qo'y so'yib, eng yoqimli joyini olib kel, dedi. Luqmon Hakim qo'yni so'yib, uning yuragini va tilini kesib keldi. Bir necha kundan so'ng hoja quliga yana bir qo'yni so'yib, eng yoqimsiz joyni olib kel deb buyurdi. Luqmon Hakim qo'yni so'yib, yana uning yuragi va tilini olib keldi. Hojasi hayron bo'lib, "Bu ishingni qanday tushunish kerak?" deb so'radi. Luqmon Hakim javob berdi: "Dunyoda eng shirin narsa pokiza yurak va shirin so'z tildir. Dunyoda eng yoqimsiz narsa bemehr tosh yurak va ig'vogar tildir." Qanchadan qancha odamga umid bag'ishlagan va yuraklarga malham bo'lgan narsa shubhasiz shirin so'z tildir. Qanchadan qancha odamlarni yuragiga pichoq tig'idek botgan va iztiroblarga sabab bo'lgan narsa ham tildir. Rizq Allohdan. Ibratli rivoyat. Xotamul Asom buyuk solihlardan edi. Bir kuni qalbi haj qilishni istadi. Ammo hajning sarf xarajatlariga yetarli molga ega emasdi. Farzandlarining nafaqasini bermay turib, ularni rozi qilmay turib hajga borishi joiz emasdi. Unga haj vojib ham emasdi. Haj vaqti yaqinlashganda uning qizi otasini mahzun, yig'lagan holda ko'rdi. Qizi soliha edi. Qiz bilan otasi o'rtasida quyidagicha suhbat bo'lib o'tdi. "Ey otajon, sizni nima yig'latdi?" "Haj mavsumi yaqinlashdi. Nega haj qilishga urinmayapsiz?" "Nafaqa yo'qligi sababli." "Alloh sizni nafaqa bilan rizqlantirsin." "Sizlarni nafaqalaringiz yo'qligi sababli." "Alloh bizni nafaqa bilan rizqlantirsin." Lekin ish onangga borib taqaladi. Oxirida ayoli va farzandlari Xotamul Asomga: "Hajga boravering. Allohning o'zi bizga rizq beradi", deyishdi. Xotamul Asom oilasiga 3 kunlik nafaqani qoldirib hajga jo'nadi. Ammo o'zi uchun yetarli hech narsa olmadi. U karvonning ortidan borardi. Yo'lga chiqishganidayoq karvon boshini chayon chaqib oldi. Odamlar unga Qur'on o'qib dam soladigan va unga muolaja qiladigan kishini surishtirishdi. Izlab Xotamul Asomni topishdi. Xotamul Asom karvonboshiga Qur'on o'qib dam soldi. Alloh taolo unga tezda shifo berdi. Karvonboshi: "Uning hajga borish va qaytish nafaqasi mening zimmamda", dedi.
Shunda Xotamul Asom: yo Alloh, bu sening men uchun qilgan tadbiring. Endi menga ahlim uchun qilgan tadbiringni ko'rsat, dedi. Oradan 3 kun o'tdi. Oilaga qoldirilgan nafaqa ham tugadi. Ochlik ularni qiynay boshladi. Ular otani hajga jo'natishga uringani uchun qizni malomat qila boshlashdi. Qiz esa ularning malomatidan kuldi. Ular: o'zimiz ochlikdan o'lay deb turibmiz-u, sen nega kulyapsan, deb so'rashdi. Qiz: otamiz rizq beruvchimi yoki rizq yeyuvchimi, dedi. Ular: rizq yeyuvchi, rizq beruvchi zot Allohdir, deyishdi. Qiz: rizq yeyuvchi ketdi va rizq beruvchi zot qoldi, dedi. Qiz ularga gapirib turgan ham ediki, shu payt eshik taqillab qoldi. Ular: kim u, deyishdi. Eshik qoqqan kishi: Amirul Mo'minin sizlardan suv so'raydi, dedi. Qiz meshni suvga to'ldirdi va mo'minlarning amiriga uzatdi. Rahbar suvni ichib, ajib bir halovatni tuydi. U Xotamul Asomning oilasidan: bu suvni qayerdan olib kelgansizlar, deb so'radi. Ular: Xotamning uyidan, deb javob berishdi. Mo'minlarning amiri: Xotamni chaqiringlar, uni mukofotlay, dedi. Ular: u hajda, deyishdi. Shunda mo'minlarning amiri qimmatbaho toshlar qadalgan, qimmat va sifatli matodan tayyorlangan belbog'ini yechdi va bu sizlarga, dedi. Keyin: kim meni yaxshi ko'radi, kim meni qo'llab-quvvatlaydi, dedi. Yonidagi barcha vazirlar va savdogarlar ham belbog'larini yechib ularga uzatdilar. Belbog'lar ustma-ust bo'lib, bir uyum bo'lib to'plandi. Ularni savdogarlardan biri uy to'la tillaga sotib oldi. U tillalar oila a'zolarining vafot etgunlariga qadar yetarli. Keyin savdogar sotib olgan belbog'larni yana oilaga qaytarib berdi. Ular kulib, xursand bo'lib taom sotib oldilar. Qiz esa yig'ladi. Ona hayron bo'lib: ey qizalog'im, sening ishing juda ajoyib. Biz ochlikdan yig'laganimizda sen kulgan eding. Endi Alloh taolo bizga keng rizq bergani uchun xursand bo'lib turganimizda sen nega yig'layapsan, deb so'radi. Shunda qiz: bu mo'minlarning amiri o'zi uchun zararga ham, foydaga ham ega bo'lmaydigan bir maxluq bo'lib, bizga mehribonlik ko'zi bilan qaragani uchun bizni o'lgunimizcha boy badavlat holda yashashimizga sabab bo'ladigan mol-mulk berdi. Endi Malikul Mulk, podshohlarning podshohi bo'lgan zot haqida nima deysiz, dedi. Hikoya rivoyatlarimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.